Toshkent davlat transport universitetida Navro'z bayrami munosabati bilan sayl tashkil etildi. Tadbirlar davomida ta'lim maskani hududi bayramona bezatilib, milliy urf-odatlarimiz, san'atimiz va an'analarimiz keng namoyon qilindi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bahorning ilk nafasi, uyg'onish va yangilanish timsoli. Navro'z. Yangi kun, yangi hayot, ezgulik, do'stlik va mehr-oqibatni ulug'laydigan qadimiy bayram. Navro'z xalqimiz qalbiga iliqlik, tabiatga esa yangilik olib kiradi. Bu bayram nafaqat fasllar almashinuvi, balki inson qalbidagi yangilanish, milliy qadriyatlarimizga hurmat va g'ururning yorqin ifodasidir. Shu munosabat bilan Toshkent davlat transport universitetida ko'tarinki kayfiyatda Navro'z sayli tashkil etildi. Bayramda universitet professor o'qituvchilari, xodimlari, talabalari, shuningdek 10 dan ortiq xorijiy oliy ta'lim muassasalari vakillari ishtirok etishdi. Aytish kerak, ular uchun bu nafaqat madaniy almashinuv, balki O'zbekistonning boy tarixi va qadimiy urf-odatlari bilan tanishish uchun katta imkoniyat bo'ldi. Shu bilan birga xorijlik mehmonlar o'zbek xalqining mehmondo'stligi, boy tarixi va madaniyatiga yuksak baho berishdi. Men birinchi marta O'zbekistonda Navro'z bayramida qatnashdim va bu men uchun unutilmas tajriba bo'ldi. Bayramning o'ziga xos ruhi, insonlarning bir-biriga nisbatan iliq munosabati va samimiy mehmondo'stligi meni chuqur ta'sirlantirdi. Barcha joylar bayramona bezatilgan. Odamlar bayramni katta quvonch va ko'tarinki kayfiyat bilan nishonlayotgani ko'rinib turardi. Bu yerda men o'zimni begona emas, aynan shu xalqning bir qismi sifatida his qildim. Navro'z bu yerda shunchaki bayram emas, bu madaniyat, tarix va eng asosiysi an'analar bayramidir. Men O'zbekistondan olgan taassurotlarimni hech qachon unutmayman va bu yurtga yana qaytishni istayman. Tadbirda milliy urf-odatlar, taomlar, liboslar, xalq o'yinlari va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Har bir fakultet o'ziga xos burchaklar tashkil etib, milliy qadriyatlarimizni targ'ib qildi. An'anaviy sumalak aylanishi esa mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Bayram davomida milliy musiqa, raqslar, viktorinalar va ko'ngilochar dasturlar ishtirokchilarga unutilmas taassurotlar bag'ishladi.